Assalomu alaykum barchangizga. Yaxshimisiz qarmoqlar. Parrandachilik markazimiz ish faoliyatida, xudo xolasa, toza ko'rinishga kelayotir. Aytib o'tganmiz, remont bo'lib turibdi deb, hali jarayonlar bo'lib turibdi. To'liq yakunlanmagan. Xudo xolasa, polni yakunlangandan keyin albatta bir obzor qilib ko'rsatamiz. Ish o'rinda toza preparatlarimiz kelgan. Shulardan birisi Vazuril. Buni ko'pchilik tutib turadi, qolmadi. Ko'pchilik biladi buni. Tushuntirib o'tirsam shart emas. Bu Vazuril parrandalaringiz koksidoz kasalligini chalinganda aynan shu doridan berishingiz kerak bo'ladi. Uni nerdan bilasiz? Axlatindan qon chiqib turgan bo'lsa, значит koksidoz kasalligiga chalingan bo'ladi. Barilish dozировkasini keladigan bo'lsak, 1 litri 1 gram beriladi 3-5 kun davomida jujalaringizning sosteniyasiga qarab. Buni maksimalni toza suvda berish kerak. Ya'ni ertanga o'tirmang, bir kundagi suvda berib, ertangi suvni yana tozalab, yana boshdan. Bu dorini berganingizdan keyin обязательно jujalaringizni teyindan tozalab turing, polni. Ya'ni axlatini ko'rib, ta'sir etmayotganini bilib borishingiz uchun.